Azizlar, ko'pchilik bemorlarimiz bizdan so'rashadi. Lab va tangli yoriqlari nima sababdan bunday bolalar dunyoga keladi? Ularni operatsiyagacha qanday tayyorlash kerak? Operatsiya jarayoni va operatsiyadan so'ng ularni qanday parvarish qilamiz degan ma'noda. Biza ko'plab bu mavzuga doir videolarni Instagramga joylab kelyapmiz va ko'pchilik iltimosga binoan bugungi videomiz aynan shu turdagi nuqsonlarni batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Lab va tangli yoriqlari. Bular lab va tangli qismida to'qimalarni rivojlanmay qolishi, ya'ni homila paytida bo'ladi bu narsa va bunda tishlar, milklar, lab yuqori qismi, burunni qismi, tanglining qattiq, yumshoq qismlari bir-biriga yopishmay tug'iladi va rivojlanmaydi. Bu o'z navbatida bemorni gapirishi, ovqat yeyishi, hid bilishi, eshitishi, tishlarini chiqishi va estetik muammolarga sabab bo'ladi. Bunday bolalar nima sababdan hozirgi kunda bizning O'zbekiston sharoitimizda tug'ilish soni ko'payib bormoqda? Bularga bir asosiy sabablardan biri bu ekologik faktorni olsak bo'ladi. Ekologiya buzilishi natijasida, ayniqsa olis viloyatlarda, tumanlarda ekologik holat yaxshi bo'lmaganligi sabablaridan biri shunday bolalar dunyoga keladi. Yana bir boshqa sababi irsiy moyilligi, ya'ni qarindosh urug'larda shunday holat bilan tug'ilgan bo'lsa, ularning farzandlarida albatta shu muammo bo'lishi mumkin. Yana bir sabablardan biri bu ayolimizning homila paytida rivojlanish bosqichida o'sha birinchi 3 oyligida duch keladigan kasalliklar, shamollash bo'lishi mumkin, pnevmoniya, bronxit, covid, shu kabi kasalliklar. Bundan tashqari kerak emas bo'lgan dori vositalarini ko'plab iste'mol qilish ham shunday bolalarning dunyoga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Yuqori lab yorig'i, tangli yoriqlarini ma'lum bir turlari bor. Ya'ni bu lab yorig'ini oladigan bo'lsa, bir tomonlama, ikki tomonlama bo'lishi mumkin va to'liqmas shakllari bo'lishi mumkin. Tangli yorig'ida oladigan bo'lsak, bu yumshoq tangli yorig'i, qattiq tangli yorig'i, bir tomonlama to'liq yoriq, ikki tomonlama to'liq yoriq mavjud bo'lishi mumkin. Va yana boshqa turi bu ham lab, ham tangli yorig'i birdaniga kelishi. Xo'p, ko'pincha bunday bemorlarni bizaga skriningdan so'ng homilador ayollar murojaat qilib kelishadi. Ya'ni o'sha skriningda 16-18 haftalarida aniqlangandan keyin bunday holatlar ko'pchilik bemorlarimiz tushkunlikka tushadi va shifokor izlashga harakat qilib bizga murojaat qilib kelishadi. Hozirgi kunda bunday muammolarni O'zbekiston sharoitida 100%lik natija bilan davolash imkoniyati bor. Biza o'tkazadigan jarrohlik amaliyotlari jahon standartlariga javob beradigan holatda amalga oshiriladi. Xo'p, tasavvur qilamiz, shunday bola dunyoga keldi. Ota-onaning qiladigan birinchi ishi nima bo'ladi? Avvalambor bu raddomda nazogastral zond qo'yishadi va bu o'z navbatida bolani bemalol ovqatlanishi uchun sharoit yaratib beradi. Nazogastral zondni biz uzoq ushlashni tavsiya bermaymiz va ko'pincha bu raddomlarda bemor uyga javob berilayotganda 3-5 kunlariga olib tashlanadi va bemor bola o'zi ovqatlanishni, ya'ni butulkalar orqali yoki maxsus shpritslar orqali ovqatlanishni boshlaydi. Bizaga bunday bolalarni ko'pincha 12-14-kuniga tug'ilgandan so'ng olib kelishadi va biza bemor bolalarni ko'zdan kechirgan holatda yorig'ini turiga qarab turib, yuqorida sanab o'tgan bir tomonlama, ikki tomonlamami, to'liq emasmi, shunga qarab turib operatsiyagacha bo'lgan tayyorgarlik ishlarini tavsiya qilamiz. Lab yorig'ida to'liq holat bo'ladigan bo'lsa, bunda bizlar ortodont shifokorlarimizga bemorni jo'natamiz va ular tomonidan maxsus nam apparati, ya'ni nazal velar molding, burun va labni quvvatlovchi, ko'tarib turuvchi, uni shaklini olib keluvchi maxsus apparatdan foydalaniladi. Bu apparatni 12-14-kunidan boshlab bemorga qo'yiladi yasab. Bemor bolalar operatsiyagacha faqat shprits yoki butulka orqali ovqatlanish tavsiya etiladi. Ona ko'kragini olish mumkin emas. Sababi yoriq agar
to'liq bo'ladigan bo'lsa va tangligida yorug' bo'ladigan bo'lsa, bu o'z navbatida bemor bolalarga aspiratsiya, ya'ni nafas yo'liga shu sutini bir qismini ketib qolish ehtimolini oshiradi. Shu sababdan uni nazorat qilib turish uchun butilka yoki shpris orqali ovqatlantirsa, bu ancha yengillik yaratib beradi. Lab operatsiyalarini necha oylikdan boshlab biz amalga oshiramiz. Agar bemorimiz og'irliklari 6 kiloni tashkil qiladigan bo'lsa, lab operatsiyasi, heloplastika amaliyoti 3 oylikdan boshlanadi. Va bu yorug' turidan qat'iy nazar, bir tomonlama, ikki tomonlama bo'lishdan qat'iy nazar bir bosqichda amalga oshiriladi. Bitta operatsiya o'tkaziladi bemorda. Bunday bolalar operatsiya jarayonini o'tkazgandan so'ng 5 kundan bir hafta davomida bizani klinikada statsionar holatda davolanishadi. Operatsiyadan so'ng nazoratda bo'lishadi va jarrohlik bog'lamlarini yangilab turiladi. Operatsiyadan so'ng bemor uyga javob berilgandan keyin 1 oyda, 3 oyda doktorning ko'rsatmasiga qarab nazoratga kelib turishadi. Va shunga qarab bemorga qo'shimcha massaj, elektroforez yoki maxsus chandiqni yo'qotuvchi gellardan foydalanish tavsiya etiladi. Va shu o'rinda bemorning ovqatlanishi ham o'zgartirilishi mumkin bo'ladi. Tangla yorug'lariga keladigan bo'lsak, tangla yorug'lari bizning klinikamizda 9 oylikdan boshlab amalga oshiriladi. 9 oyda agar bemorimizning vazni 9 kilo bo'ladigan bo'lsa, operativ jarrohlik amaliyoti o'tkaziladi. Jarohat sohasi, ya'ni tanglaydagi yorug' to'liq emas yoki ikki tomonlamali, bir tomonlama bo'lishidan qat'iy nazar bunday operatsiyalar bir bosqichda amalga oshiriladi. Ya'ni tanglayning butkilligi bir operatsiya jarayoni bilan tiklab chiqiladi. Tanglayda palatoplastika operatsiyasi o'tkazilgandan so'ng bemor 5 kundan bir hafta davomida klinikada statsionar holatda davolanishadi va uyga javob beriladi. 1 oyda, 3 oyda doktor tavsiyasiga ko'ra konsultatsiyaga qatnab turishadi. Bemorimiz lab va tanglay operatsiyalarini o'tkazgandan so'ng necha oydan so'ng logoped mashg'ulotlariga qatnashishi mumkin bo'ladi. Tanglay operatsiyasidan so'ng bemorlarimiz 2 oydan so'ng logoped mashg'ulotlariga qatnash tavsiya etiladi. Logoped mashg'ulotlarini qancha erta boshlasa, bu o'z navbatida bemorimizlarning tili ravon va tiniq chiqishiga turtki bo'ladi. Shu sababdan barcha bemorlarimizga logoped mashg'ulotlarini tavsiya etamiz. Ko'pchilik so'raydi, operatsiya bolamiz, mana labini operatsiya qildirdik, tangligini operatsiya qildirdik va yana qanaqadir operatsiya bo'ladimi farzandimizda deyishadi. Asosiy 1 yoshgacha bo'ladigan jarrohlik amaliyoti bu heloplastika va palatoplastika, ya'ni lab va tangla yorug'ini bartaraf etuvchi operatsiyalar o'tkaziladi va keyingi bosqich operatsiyalari 3-4 yoshdan so'ng ortodont nazoratidan so'ng bemorni o'sha milklari orqali chiqadigan tishlarini holatini to'g'irlab, ularni ideal holatga keltirgandan so'ng keyingi bosqich operatsiyasi o'tkazish mumkin. Bu ya'ni alveolar o'siqdagi muammo bo'lsa, uni hal qilishimiz kerak. U paytda bemorimizning yoshlari 7-9 yosh orasida bo'ladi. Keyin undan so'ng bo'lishi mumkin bo'lgan amaliyotlar bular ko'proq estetik, ya'ni chiroy uchun o'tkazilishi kerak bo'lgan operatsiyalar. Bular bemorning holatiga qarab va o'sha operatsiyaga ehtiyoj bo'lsagina amalga oshirilishi mumkin. Bu misol uchun burun qismini biroz cho'kishi bo'lsa, uni korreksiya qilish, lab holatida biroz asimetriya yoki bemor tomonidan qanaqadir kompleks bo'ladigan bo'lsa, uni korreksiya qilish mumkin bo'ladi. Bular o'sha balog'at yoshida operatsiya o'tkazishni tavsiya beramiz, ya'ni 15-16 yoshdan so'ng. Hozirgi kunda bizning klinikamizda bajarayotgan operatsiyalar Amerika plastik xirurglari tomonidan ishlab chiqarilgan standartlar asosida olib boriladi. Ya'ni o'sha standartlarga asosan guideline tuzilgan, o'sha guideline asosida bizda operatsiyalar bosqichma-bosqich amalga oshirib boriladi. Bizning klinikamizda bajarilgan operatsiyalardan so'ng barcha bemorlarimiz mamnun holatda uylariga qaytishyapti. Bu bemorlarimizning olayotgan natijalarini ko'rib, bu o'z navbatida bizga yanada o'z ustimizda ishlab, yana ham yaxshiroq natijalarni berishga undaydi va biz bu ishlarimizni
yana ham dunyo miqyosiga olib chiqishdan charchamaymiz. Bunday operatsiyadan o'tkazgan bemorlarimiz tengqurlari qatori bemalol gapirib, suhbatlashib, eshitib, ko'rib, o'z tengqurlaridan kam bo'lmagan holatlarda bog'cha, maktablarga yo'l olishmoqda va bu bizni juda ham quvontiradi. Agar sizda yoki yaqinlaringizda shunga o'xshash muammolar bo'layotgan bo'lsa, bizga quyidagi nomerlar orqali murojaat qilishingiz mumkin.